Qara Uyg'urlar 17-bölüm. Alahazal 10 minutlardan keyin bosh konsulning eshigi chekildi. Kiring. Eshik ochilib, konsulxonada ishlaydigan Xitoylar bir-birlab kirib kelishga boshladi. Ular bosh konsul bilan Yang Tatayga salom bergach, ularning yanida o'r turgan qora ko'zoynaklik birsiga hayronlik bilan qarashatdi. Va uningga salom berib, bir-birlab o'ng tarafdagi heliq yo'g'on ustal qo'yilgan yig'in uyiga kirishdi. Hammasi kelib bo'ldimi? Shundoq. Undaqda biz kirayli. Konsul Xitoy qo'shaqmagandek o'rnidan turdi va Yang Tatay bilan birga yig'in uyiga kirdi. Batur bo'lsa, eng orqasida kirib, o'rindiqda o'ltirmay o'ri turdi. Konsul Xitoy odati bo'yicha o'z o'rniga o'ltirgandan keyin nima deyishini bilmagandek sangilab gap qilmay o'ltirib oldi. Bugun qaysi temada yig'in ochimiz boshlayaq? Biroz jimjitlikdan keyin so'radi biri konsuldan. Yig'inni men ochmayman. Ahvol boshqacha. Kechiringlar. Undaqda kim ochadi? Men ochaman, dedi Batur qora ko'zoynakini elib o'tib. Ismim Batur, o'zim Uyg'ur. O'ltirgan Xitoylardan 3-4 darhol o'rnidan sakrab ketishdi. Batur darhol yonchiqning qurolini chiqarib, ularga tanladi va yuqori ovozda: "Qamirlashma. Qaysin qarshilik qilsang, darhol etib tashlayman." Xitoylar xuddi chaqmoq chiqib beshi qiyib ketgan cho'shqilardek pit ko'zlarini chekchaytib qetiblik qilishgan edi. Ba'zilari qo'rqqanidan o'ltirgan o'rindiqlardan yiqilib tushgili tasla qoldi. Yo'ldoshlar, bugun kutilmagan bir ish bo'ldi. Men uning zo'rlishi bilan sizlarni bu yerga chaqirdim. Nima qilmoqchi ekanligini men bilmayman. Avval uni bir anglab boqayli. Meningcha qarshilik qilish ojizsiz, dedi konsul Xitoy bo'g'iq ovozda. To'g'ri deding. Qarshilik qilib hech kim yaxshilik ko'rmaydi. Shunga eng yaxshisi yuvosh bo'lish, dedi Batur ulapla. Va boya o'rnidan turib ketgan Xitoylardan birsiga yenidan bir changal plastik tasmani chiqarib, uningga tashlab berdi va xitob qildi. Sen hammalarning qo'lini orqa qilib bog'la. Heliq Xitoy nima qilarini bilolmay ketib turib qoldi. Batur uningga asta yiqilishib, tapanchasini mengisiga tanglab turib: "Hozirda o'lgung yo'qdi?" dedi. U Xitoy Baturning degani bo'yicha qildi va o'z o'rindiqiga berib o'ltirdi. Batur berib uning qo'lini qayirib, kendidan bog'ladi va sirtqi zalga chiqib, heliqi ishkenda hushsiz yotgan Xitoyni so'rab akirib, yerda dum yotqizib, qo'llarini keynichilab bog'lab qo'ydi. "Endi yig'inimizni boshlaymiz", dedi Batur kinoya aralash. "Bizni endi hech kim avar qila olmaydi. Men hayotimda Xitoy konsulida bir to'p Xitoyga yig'in etishimni uxlab tushimdim ko'rib baxmagan. Mana bu sharafni sen kuchuklar oilamni xonavayron qilish badliga yaratib berishding. Anglab qilish. Men hayotimda biror cho'jini o'ldirib baxmagan. Ammo sen ishplaslarning nazarida men bir terrorist. Bugun montini yeb ondan pulini to'lash ehtimolim nihoyat cho'ng. Yosh yigit, har qanday ish bo'lsa, chiroyliqcha bir taraf qilgan yaxshi.
Biz seni körüpmü bakmagan. Senin bilen hiç öç adavatimiz yok. Eğer biz kılıp beredigidek iş bolsa degin, biz yardımga tayyor. Hiç kim seni terörist degini yok ko. Dedi igiz boy bir Xitay boş avazda. Ha 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 ha. Batur tuyuksuz kakaqlap külüp ketdi. Vay senin zuvanınga. Eğer şu anda senlerinin koluğa düşüp kalan bolsam, dağınlıq teröristin birini tutup aldık dep, hocayınından inam algan, şundakla dünyaya sazayı kılgan bolattan. Seni yumuşak sözlü atkan muşu kolumdaki koralgo? Ondaq emas. Biz adil iş kılıdıqallar. Eğer biz yardım kılalıqda iş bolsa degin, çokum yardımda bolamiz. Bir günahlarının kendini töküş, sizlerden dininglardı yok ko? Dep miyanladı yana bir Xitay. Hep belli. Sen çoşkularının ağızdan mı lilla gap çıkıp kaladı eken bazda. Biz herkes bir günahlarının kendine tökmeymiz. Ama sen yanma oğuzlar, künde biz Uygurlarının kendini içişmesen, uykun kelmeydiğin halette şu anda. Hazırgacha qanchalik begünoh Uyg'urni lagerda, türmelerde öldürüşdün? Ularning qaysi biri qilchilik gunoh o'tkazgan edi? Bugun ajab insonlikdan so'z eshitib qolsina? Jigit. Men shaxsan hech kimni o'ldirib boqmadim. Sen ozdirg'uvchilarning gapiga ishinib qolsan. Bizning hukumatimiz hech qanday begunoh Uyg'urni o'ldirgani yo'q. Esiyatga berilme, dedi konsul Xitay birdilla can kirgandek. Bu anağını çoşqa. Şi Xitaymo özü bevosita birini öldürgeni yok. Ama u tishtirni qilish qurollangan armiya saqchilari va Bingtuandagilarni ishqa selib, sen ishlarga oshnon berib, bag'rini ichib, baharini to'kib bergan oq ko'ngil, ama bekli sadda Uyg'urimni millionlab lagerga, türmelerge qamab, insan qalbidan chiqqan qiynash usullari bilan o'ltirgizdi. Bunun bilanla qalmay, ularning ish bag'rini söküp qarang'i bozorda satmoqda. Senlarni qandaqmi inson degili bo'lsin. Şi Xitayning tarixda ko'rilmagan irqiy qirg'inchiligini jon-diling bilan qo'llab-quvvatlayotgan har biring aynan shu Şi Xitoydek qotil emasmi? Şu an eğer qoral mening qo'limda emas, senlarning qo'lida bo'lgan bo'lsa, meni tirik beti jututdan cho'qim. Ha. Sen belki kuching yasi berib Şi Xitoydan hisob ol deyishing mumkin. Pardon. Şi Xitoyga yaqinlashishim asla mumkin emas. Shunga uning kuchuklarini hisob olaman. Xitoylar ishning sababini endi tushungandek bir-biriga qarashib, sangilishib ketdi. Yana birarsi gap qiladigandek emas edi. Yeter, dedi Batur tinchlikni buzib. Ben senlerge sebepni qisqa tushundirdim. Nemi bo'ldi keyin deb qolmasin deb. Endi sen haq bilan söz oyunu oynag'im yo'q. Ben hozir ismi jismiga loyiq terrorist. Bugun begunoh o'ltirgan ayolim va ikki navrinim, baldur olamdan o'tgan dadam va hech sababsizda qatl qilingan millionlagan Uyg'urimning intiqomini olaman. Gunohi bo'lsa, menga bo'lsin. Xitaylar birdilla Allohzada bo'lishga boshladi. Ba'zi Şi Xitaylar g'ingshib yig'lashga boshlagandek qiladi. Batur ularga zuvonni yig'ishni buyurib baqirdi. Kim hangraydi ekan, avval shuning jinini olaman. Uychi timtasliqqa cho'mdi. Avval bir söz oyunu oynayli, qani qaysing hayot qilsankin. Batur eng chetda o'tirgan bir Xitoyga yaqinlashdi va so'radi. Lagerda nahaq qinab o'ltirilgan ayolimning ismi nima? Men qandaq bilay? Tanimisan?
deb duduqladi Xitoy. Bu javob berish bo'lmadi, dedi Batur ve yeniden ötkür piçkini çıkarıp onun karnıyığı sürüvetti. Oqdek etilip çıkan kan jığın üstülüğünü bir aldı. Ayya! İşki Xitay ayal çiğqırashqa başladı. Batur uçqandek berip o işkisining boğazıga piçak urvetti ve gazap bilen. Qaysın vaqirasan aval ölüsen! deb baqirdi. Xitaylar titreşken peti şükleship ketdi. Cevabın to'g'ri bo'lsa hayat qilishing mumkin, dedi Batur ve yana bir Xitoyga yaqinlashdi. Senda baqa, senlar o'ltirgan ayolimning ismi nima edi? Guli. Sen çoşqular şu Guli'den başqani bilmaysan. Batur Xitoyning qanini tökdü. Ahvalning yomonligiga ko'z yetgan Xitoylar, gerçi o'limdan qutulolmaydiganligiga ko'z yetgan bo'lsa-mu, 2 minut ortiq nafas elib olish qo'yga tushganmi va yoki allaqanday bir javoblarni berib hayot qilishning tamosidimi ishqilib chala o'lik shaytonlardek mit qilmay o'tirishyapti. Batur yana bir Xitoyga keldi. Sana savol. Senler qiynab o'ltirgan 2 navri inim nerede o'qigan edi? Beijingda? Javob xato. Misrda. U Xitoymo qarniga surilgan pichoqdan haqirab jon berdi. Sana fursat. Bizning birinchi jumhuriyatimizning raisi kim edi? Kasım'u? Sen mi talaysizkensen? Batur en şundaq yusunda Şirani çördep olturgan Xitaylarning köpini qatl qildi. Ahırda qilib qolgan 3 Xitoy ümidini üzdü-mu, tuyuqsiz çoşqadek çiqirishib ishik tarafga o'zlarini atdi. Batur hech qiynalmayla o Xitoylarning hammasini pichoqlab etdi ve o'lmay qolganlarni qayt pichoqlab bir-birlab qatl qildi. Şirada tirik qalgan birla konsul Xitoy bar edi. Bu gerçi pichoq yemagan bo'lsa-mu, o'lib bo'lgandekla ko'zlari olib, tiniqi bo'g'ilib, xiqirab o'ltiradi. Bu yoqqa kel, sen bilan ishimiz bor, dedi Batur uningga vaqirab ve put-qo'lida jon qolmagan konsul Xitoyni so'rab degidek sirtqi zoldagi xizmat shirasiga akilib o'ltirg'izdi. Batur yançuqadan bir kichik qog'oz parchasini oldi. Uningda o'zi oldin xotirlab qo'ygan BBC'ning shu davlat turishliq bosh muxbirining telefon nomeri bor edi. U Xitoy konsulining shirasidagi telefonni qo'lga oldi. Alo? Ben şu an Xitoy konsulxonada Xitoyning bosh konsulini ko'rak olgan holatda. Agar xohlasangiz, kamerachingizni elib konsulga keling. Esingizde bo'lsin. Menda qurol bor. Agar o'yin o'ynab soqchi boshlab kelsangiz, oldi bilan Xitoy konsulini etib tashlayman. Davomi bor.